Yangi telefon keldimi deyman. Mana qarang, yangi A56 kelgan. Akalar bilan qaranglar. Keyin salmoqchi bu video. Mana qaranglar. Mana suvda ham ishlaydi, 100% backing kamerachi. Mana suv, mana Suvda ishlaylar, qara. suv mana. Palojna suvda ishlaydi. Nima ishlamaydi bu suvda mana? Ha. Hozirlang suv solib, mana ustiga yana suv qo'yamiz. Mana. Telefoningizni qo'l qilib bersak, sizga solib ketaverasizmi? Mana uni ham sog'ib oling. Buni ham so'raymi? Bu nima? 55 ekan. Akalar opalar, A36 yangi keldi. A55 kechirasizlar. 55, 56si yangi keldi. Mana 56si, mana 55. Mana chiroqlar ko'rsating mana. 56 suv ichida sochni. Hali hech qaysi magazinda yo'q bu. Bironta magazinga kelmagan. Buni tushib o'rsak bo'ladi, garash. Mana bu ukasi. Ukasi bo'ladimi? Ukasi ham cho'miladimi? 55 u akasi bo'ladi o'sha qaradi bu. O'sha vaqt o'tdi buni. Buni ham cho'ntirib olaylik. Yig'lamasin. Ketdi, короче. Akalar opalar mana ustiga yana shuni qo'yaveraylik, suvmas ekan deb o'ylamanglar mana. Kelinglar. Mana kelasi ham. Mana. Kamera. Ulug'bek, suvga tashlaganing uchun xafa bo'ldi sizdan akos. Narxi qaranglar. 1000 rubl farqi yo'q ikkalasini. Nega ikkalasini farqi juda katta. Kamerasi ham boshqa, mana qaranglar. A56 yangi chiqqan. Kamera umuman boshqacha. Tonki, yengil. Men ko'rsataman. Kamera cheka mana bu qo'limdagi A56. 36 ham xuddi shunaqa chiqqan. Mana qana 36, mana 36. Mana aka ko'rsating. O'ng qo'limdagi 56, mana bu 36, bir xil chiqqan. Bu yana 26 ham kelgan. Yangi telefon qana 26, mana. Ekranni qarang. Oldini ko'rsating. Juda shusturi. Bu ham orqasi shunaqa kamerasi. Chalasi bir xil. Короче, arqa tarafdan qarasangiz 56 mi, 36 mi, 56 36 mi, 56 mi, bu akani qo'lda shunaqa gaplashayotgan paytda bilmaysiz. Bu 20 va 26 bo'lishi mumkin, leba 56 bo'lishi mumkin. Buni farqiyati nimada 55 bilan? Dizaynida, farqiyatini qarang. Tonkiligini qarang. Mana bu juda tonki. Bir. Ikkinchi masalasi, orqasi shisha qo'ygan. Bakati sveti ko'ryapsizmi? Mana bu sveti bir xunuk o'xshaydi. Nima uchun 1000 rublgina farq qilyapti? 1000 rubl farq qilyapti. Qarang endi raznicasini narxida 1000 rubl, lekin ichida katta farqiyat, ha? Kelin bu yoqdan kamerachi old tarafdan shuni ko'rsatib o'taylik. Hozir ochamiz. Hozir mana yaxshi ham ishlamaydi. Qaranglar, kachestvasini, ekranni yarkiligi 120 GHz. Ishlashlari qarang. Mana bu bor-ku. Mana bu uspet qilmasang bor-ku, ana juda-da, tezlik katta. Juda tezlik mana buni qarang. Ochaverapti-da, ochib shu o'ta bosguncha ochaveryapti. В общем, telefon dahshat, mana bu yerlar dizaynlari hammasi o'zgargan. Menga juda ma'qul bo'ldi. Telefon bagati ko'rinadi. Nega berturing? Egasi maqtayapti deb o'ylamanglar, men ham ishlatib ko'rdim, farqi juda katta. Tezlik juda katta. iPhone'dek. Qay pulga yarasha. 1000 rubl farqi bor ikkalasida, qarang. Undan 56 olsa u yaxshi. Mana 30990 rubl 55, 31990 rubl 56. Farqiyat nega juda katta. Tezlik o'ta katta haqiqatan ham. Aka, siz qayerdansiz berib keling? Qayerdansiz aka? Klientmisiz? Ha, klient. Ana shu ishlatib ko'ring aka ikkalasini. Farqiyatini aytasiz. Xo'g'lang suvga solib ko'ring aka, siz qayerdansiz o'zingiz? Qayerdansiz o'zingiz? O'zbekistondan, Buxorodanman. Hozir telefon olgan keldingizmi? Aka, qanday tezlik? Shu usturimi? Sherizdagi A56 dan o'tkazamiz akaga. Telefon olgan kelgan bo'lsa. Hozir suvdan chiqdi o'zingiz Na ko'rdingiz. samом деле ishlashmi va shu usturlik. Endi 56 dan 55 ishlatib ko'ring. Ushlashda qo'lga udobniligida qaysi udobni? Qo'l udobniliglargami? Mana bu udobnida. iPhone'da u. Maydagina. Yo'q, ikkalasidan qaysi biri udobni? Ikkalasi 55 mi 56 ni aytamiz. Chiroyli vid. Yo, video mana bu вообще boshqa narsada. Bakati sveti yana. Shisha orqasi. Nima deysiz klientlarga? Mana sizni ko'zingiz oldida o'zingiz ko'rib tursangiz, suvga soldingmi shu narsani? Shu suvdan olingan telefonmi oxir? Nima deysiz biz ko'rib turganlarga? Kelinglar, Big Mobile'ga olinglar. Telefonlari yaxshi. Beguz aka, sherizdagi. Buni da ochaverasiz. Shuna qilsangiz ochiladi. Hamma shunday ochiladi. Nima deysiz Ulug'bek endi o'zingiz? Zo'r, короче. Do'stlar, 16, 16, 26, 36, 56 hammasi bor ichida. Kelaverasizlar. Adres shuni ekranga chiqsin. Chiqib tursin. Video oxirigacha adres chiqib turadi, короче. So'rab o'tirmaysizlar. Akalar opalar kelasizlar, suvga solib o'zlaring ko'rasizlar. Keling bu yoqqa suvga solgan telefoningizni olib ketasizlar-da, ishlaydi 100%. Bizga yana 4,5 minglik telefon bor. 4400 rubllik. Qani 4400? Ishlaydimi 4400ligingiz? Hozir ishlatib ko'rsatdik, keling. Mana bu orqa tarafi. Keling, oldini oling kamerachi. Orqa tarafi.
dizayni. Mana bu old taraf dizayni. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana. Mana o'z kamerasini ochib ko'raylik, shtabiki. Mana kamerasi. Qalay aka? Cho'tkimi? Chotki. Cho'tkimi? Endi puliga 2 marta arziydi. 4,5 mingga 2 marta arziydigan telefon. Mana ishlashlari cho'tki mana. Mana kelyapti, ochilyapti. Nima deydi? Kamera ham ochilyapti, yopilyapti. Normalni. Chi mana Atchik palisi yo'qmi buni? Atchik palisi yo'q. Atchik palisi ham bormi buni? Yon tarafda. Mana bu yerda atchik palisi ham bor ekan. Всё, normal telefoncha. Batareykasi 5000 mAh. Короче, bir kunga bemalol yetadi. Batareyka 5000. Narxi? Bu yoqqa narxini ko'rsating. Biroq keling. 64 gigabaytligi, 32 emas, 64, 4490. 4,5 ming rubl. 4,5 ming rubl. 4,5 ming rubl. Bemalol olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa. Yana nima yangilik? Yangilik yuring. Sotildimi shunda? Har kim ketyapti? Pochinga qancha berasiz? Pochinga baribir. Bumi? Aka har ketdi. Bering deb o'lchamoq ketaman. 4,5 ming rubl. Realno. Yuring. Aka ishlatib ko'ring. Aviakassada nima yangilik? Hamma hozir uyga ketyapti, kelyapti, vakilinglar. Aviakassa nima deydi? Sizlar ham bilet arzon bo'ladimi? Rubl ko'tarilib, dollar tushyapti-ku. Arzon o'qigan-ku. Bo'lgan marza? Ko'rdik-ku. Assalomu alaykum. Arzon bo'lgan keling. Ashuni berib turasiz. Biletlar qancha bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. Biletlarimiz qayerga aka? Misol O'zbekiston. Masalan, Toshkentga. Toshkentga aprel oyiga 6700 rubldan bez bagaj biletlar chiqyapti. Samarqandga esa 6000 rubldan chiqyapti. Vnukovo Samarqand, Vnukovo Toshkent. Dushanbega 6000 dan arzoni ham bormi? 6000 arzonni ham qilib beramiz. Sherzod Musofirdan telefon qilib beramiz. Skidga. Xudo olsa narxlar o'zgarmasa, narxlar o'zgarib turadi. Nomerni ko'rsatib yuboring. Mana shu nomerlar. Qaysi asosiy kamera? Mana. Bu yoqmi? Fokusga tushirib shuni oling. Mana shu nomerda screenshot qilib olinglar. Mana shu nomerga telefon qilasizlar. Tamom, boshqasi telefon qilsa javob bermanglar. Bo'ldi. Ketdik bo'lmasa. Qirg'izistonlarga ham arzoni bormi? Tojikistonga? Tojikistonga 12600 bo'lyapti, Qirg'izistonga 13000, 12600 atrofida. Eng arzoni O'zbekiston. Tojikiston eng arzon O'zbekistonga 5700 ga ham bor-a? 5700 dan boshlanadi. 5000 bilan O'zbekiston ketasiz deng. Hozir mashinada, poyezdda ketishdan ko'ra samolyotda ketish oson bo'lib qoldi, to'g'risi. Shunday. Ketdik. Eh. Mana akamiz telefon olyapti, oldiga boraylik, qarang. Video cho'zilib ketdi. Do'stlar, shu yerda videoni tugatamiz. To'xtang, yangiliklarni aytaylik, yana bunadir yangiliklar bordir. Yangilik yo'q, короче. Shu yerda videoni tugatamiz, do'stlar. Sherzod aka bilan primerni bir hafta oldin gaplashgan edik, video qilib. Yangi telefonlar keladi degan edik. Mana yangi telefonlar keldi, video qildik. Maqsad shu edi. A26, A56 moshina telefon. Bu reklama yoki birov nima emas. Kelasiz, biz sizni aldab sotish uchun emas. Suvga solib o'zingiz ko'rasiz, lekin shu suvga solgan telefoningizni olib ketasiz, ishlasa. Ishlamasa, shuni tashlab ketaverasiz. Haqiqatan ham moshina ishlatib ko'rsangiz, haqiqatan ham tezligi, skorost tez. Bu maqtash emas, haqiqatan ham bitim magazinga kelsalaring hamma xil telefonlar bor. Telefonlarga hamma xil aksessuar narsalarni topsalaring ham bo'ladi. Bitta biletning eng arzonlari, ishonchlisi. Telegram gruppalardan bilet olishlaring mumkin. Uxlatib aldab ketadi. U biletlar chiqmaydi, falshev biletlarni sotib. Hammasi ham emas. Ichida mashinaga shu Ro'za Ramazon oyida aldanayotganlar ham borda, bizga murojaat qiladi. Bilet sotdi, aldadi deb. Mana sizlarga bilet. Bitta bilet uchun aldab qochib ketmaydi. Magazini bor, hamma narsasi bor, 100% ishonchli. 100 rubl, 200 rubl arzon qilib qo'yadi Telegramda. Odamlar ishonib o'shanga ketib qoladi-da mashinalarga. Shunda. Do'stlar, ko'rishguncha Telegram kanali sssilkasini qo'yamiz pastga. Обязательно o'tib podpisasiya qo'yinglar. Narxlar, telefonlarning hammasi narxi Telegram kanalida bo'ladi. Любой hammada telefonni, biletni ham narxi bor, shuning ichida. Da. Shuni kommentariyaga birinchi so'z ustiga shuni ko'k harfsiga bossalar, Telegramda biletni narxi, telefonni narxi, qachon, qayerga, qaysi telefonning narxi, qanaqa hammasi bor. Bemalol o'tib ko'raverasizlar. Bo'ldi, ketdik.